Dard shunaqaki, insonni ko'p qiladigan ishlaridan, orzularidan dard uzoqlashtirishni boshlaydi. Avvalambor hech kim kasal bo'lmasin. Kasal bo'lmanglar, doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Lekin albatta dard chekkanda, sog'likka bir putur ketganda bizga yordam beradigan kim? Albatta bu shifokorlarimiz. Tabibga boradi, kimdir shifokorga boradi. Tabib yaxshi deydi, shifokor yaxshi deydi. Shuni orasida juda ko'p kelishmovchiliklar bo'ladi. Man Famed klinikasida bizni bitta singlimiz Muniraxon shu yerda faoliyat ko'rsatyaptilar va qolaversa, biot bilan, ya'ni o'sha meditsina bilan o'zimizni biot, ya'ni o'sha ota-bobolarimizdan qolgan bir chiroyli metodlarni birgalikda kasallarga tatbiq etyaptilar va buni albatta mahsulini mana men sizlarga aytaman. Albatta kelinglar. Singlimiz ham asab tizimlari bo'yicha, ham qolaversa o'sha hijama, qolaversa yana boshqa bir tomondan sizga albatta yordam beradilar va sizni sog'ligingiz uchun qayg'urib, albatta sizni kelajagingiz uchun qayg'urib olaydilar. Avvalambor davo bu Allohdan, bular faqat sababchi. Men sizlarga maslahat bergan bo'lardim. Famed klinikasiga kelib, Muniraxonga albatta uchrashinglar. Sog' bo'linglar.